Bugün sizlar bilan bansiyanın aldındagi 320 metr to'xtash taqiqlangan belgisi haqida gaplashamiz. Shu yerda turgan 320 metr to'xtash taqiqlangan belgisi sizlar yo'lning chetida ko'rishingiz mumkin. 1.4 yot sariq chiziq chizilib turibdi. 1.4 yot sariq chiziq bu 320 metr to'xtash taqiqlangan joyni bildiradi. Shu yerda siz umuman yo'lning bansiya tarafida to'xtashingiz ham, to'xtab turishingiz ham mumkin emas. Şu tarafında qo'yilgan 320 metr belgisi, şu yerdagi 320 metr qo'shimcha axborot belgisi yana 7-2-3 belgisi bilan birga qo'yilgan vaqtida belgining oldinda to'xtash taqiqlaydi. Belgidan keyin to'xtash mumkin deb o'ylaydi hamma, lekin belgidan keyin ko'rib turgan bo'lsangiz, shu yerda piyodalar o'tish joyi bor. Piyodalar o'tish joyidan qoida bo'yicha 10 metr yetmasdan to'xtash kerak bo'ladi. Shuning uchun bu 10 metr chiqmagan uchun belgidan keyin ham to'xtash taqiqlanadi. Shuning uchun ham sariq chiziq tap shu yog'igacha ta'sir etadi. Belgidan yana peshoboddan o'tganingizdan keyin 1 metr o'tib to'xtasangiz bo'ladi, lekin peshoboddan o'tganingizdan ko'rib turganingizdek shu yerda bekat bor. Ya'ni belgilangan yo'nalishli transportlar bekatlari. Bekatlarda to'xtash uchun siz faqat odam tushirish va odam chiqarish vaqtida bekatda to'xtashingiz mumkin. Boshqa sabablar bilan bo'lsa, bekatdan 10 metr yetmas, 15 metr yetmasdan ya bekatdan 15 metr o'tib to'xtashingiz kerak bo'ladi. Bekatdan 15 metr o'tib to'xtayman desangiz, anaqada yana qaytadan 320 metr to'xtash taqiqlangan belgi chiqadi. Bu degani siz shu yerda qo'yilgan belgi bilan tap shu yoqdagi svetoforgacha umuman to'xtab turishingiz ham mumkin emas. Albatta, ostanovkada odam tushirish, chiqarish bundan mustasno hisoblanadi. Video manfaatli bo'lib turgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.